turganda qarasam bir yoshi kattaroq otaxon u yoqdan bu yoqqa bezovta bo'lib yuribdi. Qandaydir bir muammosi borligi ko'rinib turibdi. Men aytdim, Alloh uchun shu odamga bir yordam beray dedim. Bordim, otaxon assalomu alaykum. Bir muammomi bor? Begonamisiz, adashib qoldingizmi? Nima yordam kerak? Aytdim, menga telefon kerak. Telefon topmasam bo'lmaydi dedi. Men endi u yerda yaxshi bilganim uchun otaxonni bu eskida telefon budkalari bo'lardi, endi bu endi ancha eski hikoya. Bir budkani oldiga olib bordim va o'sha jeton tashlanadigan jetondan juda ko'p oldirdi menga. Ko'p jeton oldik va Germaniyaga telefon qildi. U odam asli Germaniyadan kelgan ekan, Olmoniyadan va u yerdagi ko'p gaplashdi. Tushunganim shu bo'ldiki, bir gapi quloqimga chalindi. Qizim, biz uchadigan samolyot bugun uchmas ekan. Meni kutmanglar, bizni mehmonxonaga joylashtirishyapti, xavotir olmagin. Qachon nima bo'lishi bilan, qachon ruxsat berilishi bilan uchamiz. Dedik, keyin biz o'tirdik. Men choyga taklif qildi. Bir joyga o'tirib choy ichdik. Ahvolimga qaradi, oyoq kiyimlarimga qaradi, umuman holimni ko'rdi, faqirligimni bildi. Men bilan xayrlashar ekan, cho'ntagiga qo'lini soldi va juda ko'p pul berdi menga. Masalan, deylik, endi o'sha paytda Turkiyada deydi, meni bir oylik masrafim, xarajatlarim 10 lira bo'ladigan bo'lsa, u odam menga 40 lira pul berdi. Qo'yarda qo'ymay berdi. Yo'q desam ham qo'ymadi. Menga Alloh bergan. Men juda boy odamman. Sen buni olgin. Va mana bu mening manzilim deb yozib berdi qog'ozga. Istagan paytingda bir og'ir ahvolga tushsang menga albatta murojaat qilgin deb qo'limga qog'oz tutqizib ketdi. Men u bilan, u bergan pul bilan ancha yengillab qoldim. Aradan vaqt o'tdi. Ahvolimiz og'irlashgandan og'irlashdi. Qiyinchilik yana oshib boraverdi. Oiladagi ahvolimiz ham, o'qishni tashlash majburiyatida qolyapman qarasam shunday davom etsa ishlashim kerak, pul topishim kerak, oilamga, otamga yordam qilishim kerak. O'qish tashlamasam bo'lmaydi. Shu qog'ozlarning ichidan o'sha olmoniyalik amakini manzili chiqib qoldi, otaxonni. Men unga yozdim, otaxon, men falonchiman. Ismim Saodatdin, eslagan bo'lsangiz kerak. Turkiyada ko'rishgandik. Yordam lozim bo'lsa yozgin deb aytuvdingiz. Men hozir shunaqa bir ahvoldamanki, imkon bo'lsa yordam bersangiz, bo'lmasa o'qishimni tashlash, ilm yo'lidagi nimamni, safarimni to'xtatishimga to'g'ri keladi, ya'ni madrasadan ketishimga to'g'ri keladi deb yozdim dedi. Oradan ozgina payt o'tgandan keyin bankdan menga telefon qilishdi. Sizga Germaniyadan pul keldi. Xursand bo'lib bordim, bankdagilar u pulni menga berishdi. Bu pul bilan men butun talabalik davrim o'tdi dedi. Otamni 8 oylik baqqoldagi qarzlarini ham to'ladik. Singillarimga oyoq kiyimlar oldik, hammasi xursand bo'ldi dedi. Endi o'qish tugatgan payt ilm qildim, olim bo'ldim. Men endi shu boyagi tugatganlik haqidagi qog'oz diplomlarni rasmlarini olib u odamga yuboray da u odam ham ko'rib xursand bo'lsin degan ma'noda yozdim xat. Siz bergan yordamlar tufayli men mana shunday darajalarga erishdim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Men bu hayotda nima qilsam yarmisizniki. Chunki siz bo'lmasangiz men bu o'qishlarni o'qimagan bo'lardim. Oilam og'ir ahvollardan chiqmagan bo'lardi. Alloh sizdan rozi bo'lsin deb yubordim xatni. Lekin hech javob kelmadi. U odamdan shu paytgacha javob kelmadi. Deyapti. Endi bu Saodatdin domla bu voqealarni aytib berayotganda shu yerda o'tirganlardan biri, men sizga u odamni topib beraman, meni Olmoniyada tanishlarim ko'p deydi va surishtirishni boshlaydi. Ozgina vaqtda topadi u odamni va aytadiki, Saodatdin domla bu olamdan o'tgan ekan, 2-3 yil bo'lib qolibdi. Lekin bir qizi bor ekan.
istasangiz qizi bilan bir suhbat qildiramiz. Xo'p, bir davraga keldik, qizlariga men u yerdan turib, endi bu bugungi kunda bo'lyapti bu. Telefonlar rivojlangan endi. Telefon qilib qiziga, u odam men sizga Turkiyadan telefon qilyapman. Bir hikoya anglatish uchun telefon qilyapman. Men falonchiman. Ismim Saodatdin. Mana shunaqa odamman. Sizni otangizning yordami bilan biz mana shu darajaga erishdik. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Oilamiz mamnuq ahvolda edi. Bunday bo'ldi deb endi yig'lab tushuntiryapman deydi. U tomondan qizi yig'layapti deydi. Qizi yig'layapti, men yig'layapman. U yerda o'tirgan davradagi boshqalar yig'layapti. Hamma yig'layapti dedi. Keyin qizidan so'ra, siz nega yig'laysiz? Biz yig'laymiz, u odamdan bir rizochilik so'ramadik. Siz nega yig'laysiz deganda qiz aytayaptiki, men shuning uchun yig'layapmanki, otam hech boy odam emas edi. Otam juda faqir odam edi. Bir umr yotoqxonada yashab o'tib ketdik. Bir kulbada yashaymiz. Men bilmayman qayerdan topib bergan u pulni sizga. Lekin otam boy odam emas edi. Siz aytadingiz, otam har doim pulga ehtiyoji bor odam edi. Himmatni qarang deymanda. Bu birinchi suhbatni eslayapsizmi? Cho'ntakdan chiqarib 40 lira berganda oyman deganda nima dedi? Ey, menga Alloh berdi, men bir boy odamman, olgin. Degan odam aslida bir faqir ekan. Endi biz o'zimizga qaraymiz. Bu hikoyadan bir foyda chiqarish uchun biz o'zimizga qaraymiz, hayotimizga qaraymiz. Biz kimmiz? Bizga Alloh berganmi? Biz ham beryapmizmi? Berishga imkoniyati bo'lmay turib berganlar oldida yuzimiz chuvut bo'lmaydimi? Nega berishga imkoniyati yo'qlar beradi, biz bermaymiz? Nega bizga kelgan hamma narsa bizniki deb o'ylaymiz? Bu endi savol, hamma o'ziga berish kerak bo'lgan savollar. Qizg'onmasligimiz kerak. Qizg'onchiqlik bilasizmi nima? Sizga Alloh taolo bir ulov berdi. Siz yo'lda ketyapsiz, yomg'ir yog'yapti. Yo'l chetida bir odam turibdi. O'sha odamni mindirib, manziliga yetkazib qo'ymasligingiz qizg'onchiqligingiz sizda. Siz o'zingizdagi holatni, sizdagi yengillikni undan qizg'ongan bo'lasiz. Tushundingizmi? Mana shu qizg'onchiqlik. Alloh ham qizg'onchiqlik deganda darrov pulga yo qo'limizda ushlaydigan narsalarga qarab nima qilmasligimiz kerak. Bizdagi yaxshi holatni boshqalarga ravo ko'rmaslik mana shu qizg'onchiqlik. Kengroq, ochiqroq bo'lishimiz kerak. Alloh hammamizdan shunday qizg'onchiq bo'lmaganlardan, bizdagi holatni, yaxshiliklarni boshqalarda ham bo'lishini istaydiganlardan qilsin. Bizdagi yomon holatda ham boshqalarda bo'lishini istaydiganlardan qilmasin. Yaxshiliklarni bir odamdan so'ragan ekan. Ko'zi ko'r odamdan. Istaysanmi ko'zingni ochamiz? Yoki butun hammani ko'r bo'lishini istaysanmi deganda u odam aytgan ekan, hammani ko'r qilib qo'y degan ekan. İnsonlarda bor, insonda tabiatida bor. Boshqalarning yaxshiligiga o'zi ham erishishdan ko'ra, o'zidagi og'riqlarga boshqalarni sherik qilishni ko'proq istaydi inson. Bu tabiatida bor. U ham bir buni tatib ko'rsin, ta'mini qanaqaligini, bilib ko'rsin qanaqaligini. U ham meni ahvolimga bir tushib ko'rsin. U ham ko'zi ko'rmay yashab ko'rsin, u ham bir yura olmay yashab ko'rsin, u ham bir g'arib bo'lib yashab ko'rsin deb orzulaydi. Men ham ularday bo'lib qolay, men ham ularday, menga ham bersin Alloh. Unga berdi, menga ham bersin. Menga bir dard berdi, unga bermasin demaydi-da, tamoman teskarisini qiladi. Janob Alloh hammamizni o'zi qalbimizdagi marazliklardan qutqarsin. Podshohlardan bittasi